250 va 28 kunlik, ya'ni birinchi mustahkamlikdan o'sha o'tgan betonimizni sifatini tekshirib ko'ramiz. Yigirma qilib chizib oldim. Endi 16 ta shmit apparatimizda o'tib ko'rib tekshiramiz. Tochka o'rtamizda eng baland va eng past o'rtasini chiqarib tashlab, o'rtachasini chiqarilganda 28,1 megapaskal chiqyapti. 250 marka 25 olti bo'lsa, bu 100% dan balandligi. Kolonnamizni o'tganimizda o'rtachasi bu yerda 16 ta o'ltirgan, eng balandi va eng pastini olib tashlaganda 28,1 megapaskal chiqdi va o'rtacha rezultati 28,1 ni ko'paytiramiz 0.95 ga bo'lamiz 25,6 bu 250 ni anaqasi o'zini soni 104 chiqyapti 28 kunlikda. Zo'r. Mana shunaqa beton sistemasi dekor zavoddagilar biza qachon chaqirsa, o'sha vaqtda o'zida kelib betonlarimizni tekshirib berishadi. Biza ish jarayonida uxotlarni qilamiz. Shu uxotlar qanchalik to'g'ri bo'lganini, yana qo'shimcha qanaqa uxotlar qilish kerakligini hammasini ko'rsatmalar berib borishadi. Biza mamnunmiz, xursandmiz. Biz ancha vaqtdan beri ishlab kelamiz. Xudo xolasa bizning yuzimizni yorug' qilishyapti. Sizlarga ham tavsiya qilamiz.